Zararkunanda dasturlar. Asosiy turlarga kirish. Ushbu taqdimot boshlang'ichlar uchun mo'ljallangan. Zararkunanda, ya'ni malware turlarini oddiy, strukturali va amaliy misollar bilan tushuntiraman. Har bir slaydda bitta yoki ikki xil vizual yordam, tasvir yoki diagramma hamda qisqa tushuntirish mavjud. 1. Viruslar. Qisqacha ta'rif. O'zini boshqa fayllarga yoki dasturlarga biriktiradigan va foydalanuvchi yoki tizim tomonidan ishga tushirilganda faol bo'ladigan dastur. Tarqalishi va mexanizmi. Email ilovalari yuklangan fayllar yoki ko'chirilgan qurilmalar orqali. Yuklangan fayl ishga tushganda kode xatirlanadi va boshqa fayllarga nusxa ko'chiradi. Asosiy maqsad: ma'lumotni o'chirish, tizimni buzish yoki orqa eshik ochish, ko'pincha zarar yetkazish yoki ishtiyoq uchun. Hayotiy misol. I love you 2000 email orqali millionlab fayllarni o'zgartirib, katta iqtisodiy yo'qotishlar keltirdi. 2. Qurtlar, worms. Qurtlar tarmoq orqali mustaqil ravishda o'zini ko'paytiradigan va tarqatuvchi dasturlar. Ular odatda foydalanuvchi amaliyotsiz tarqaladi. Tarqalishi: tarmoq kamchiliklari, avtomatik skanlash, ochiq portlar orqali. Mexanizm: o'zini boshqa mashinalarga nusxalab, tarmoq resurslarini bosib qoladi. Maqsad: tez tarqalish, DOS holatiga olib kelish, orqa eshik o'rnatish. Misol: SQL Slammer bir necha daqiqada butun tarmoqlarni band qildi. 3. Troyan otlari, Trojans. Troyan foydalanuvchiga foydali ko'rinadigan, ammo ichida zararli funksiya yashiringan dastur. O'zini foydali dastur, hujjat yoki o'yin sifatida namoyon etadi. Tarqalishi va ishlashi. Ilgari yuklab olingan dasturlar, soxta yangilanishlar yoki qaytarilgan fayllar orqali. Foydalanuvchi ishga tushgach, orqa eshik, ma'lumot o'g'irlash yoki boshqa zararli vazifalarni bajaradi. Maqsad va misol: ma'lumot o'g'irlash, botnetga qo'shish yoki rahbarlikni yo'qotish. Misol: Zeus Troyani onlayn bank ma'lumotlarini o'g'irlashda keng tarqalgan. To'lov talab qiluvchi dasturlar, ya'ni ransomware, tizimdagi fayllarni shifrlab, ularni qaytarish uchun pul talab qiladigan hujum turi. Diagramma jarayonni soddalashtirib ko'rsatadi. Qanday tarqaladi? Phishing, zaif serverlar, orqa eshiklardan foydalanish. Asosiy maqsad: pul undirish, ma'lumotni qo'lga kiritish yoki tashkilotni shantaj qilish. Misol: WannaCry 2017 Windows zaifliklaridan foydalanib, dunyo bo'ylab tarmoqlarni shifrladi. 5. Ayg'ovchi dasturlar, spyware. Spyware foydalanuvchi faoliyati, parollar, brauzer tarixi yoki hatto kamera yoki mikrofon orqali ma'lumot yig'uvchi dastur. Tarqalishi: bepul dasturlar bilan birga o'rnatilish, soxta brauzer pluginlari yoki phishing orqali. Mexanizm: ma'lumotni yashirincha chetroqqa yuboradi yoki keystroke logging qiladi. Maqsad: maxfiy ma'lumotni sotish yoki firibgarlik uchun foydalanish. Misol: FinFisher, FinSpy maxsus kuzatuv va ma'lumot yig'ish uchun ishlatilgan. 6. Reklama dasturlari, adware. Adware foydalanuvchi roziligi bo'lmasdan reklamalarni ko'rsatadigan dastur. Ba'zan zararli linklarga olib borishi mumkin. Tarqalishi: bepul dasturlar bilan birga o'rnatilish, soxta brauzer pluginlari orqali. Maqsad: reklama ko'rsatish orqali daromad olish, ba'zan ma'lumot yig'ish ham mavjud. Misol: ba'zi brauzer hijackerlari, search hijackerlar foydalanuvchini reklamali sahifalarga yo'naltiradi. 7. Rootkitlar, rootkits. Rootkit tizim yadrosi yoki past darajada yashirinadigan vosita bo'lib, hujumkorga uzoq muddatli yashirin nazoratni beradi. Tarqalishi: sozlama zaifliklari, troyanlar yoki fizik kirish orqali. Mexanizm: tizim darajasida o'zini yopish, standart tekshiruvlardan yashirish. Maqsad: uzoq muddatli yashirin boshqaruv, ma'lumot yig'ish yoki boshqa zararli modulni yashirish.
Misol, Sony BMG HD DVD rootkit skandali, DRM rootkit foydalanuvchi tizimini yashirincha o'zgartirdi. 8. Botnetlar, botnets. Botnet ko'plab zararlangan mashinalardan tashkil topgan tarmoq, hujumkorni markaziy boshqaruv ostida avtomatlashtirilgan operatsiyalar uchun ishlatadi. Tarqalishi vorumlar, troyanlar va zaif parollar orqali ko'plab qurilmalar yuqtiriladi. Mexanizm. Infeksiyalangan botlar C2 ya'ni Command and Control serverga bog'lanadi va buyruqlarni bajaradi. Maqsad va misol: DDoS hujumlari, spamming, kriptomining yoki ma'lumot o'g'irlash. Misol, Mirai botneti ilot qurilmalarni o'z ichiga olib, katta DDoS hujumlar qildi. Himoyalanish bo'yicha eng muhim 4 ta maslahat. Zaxira siyosatini yo'lga qo'ying. Muhim fayllarni muntazam tashqi yoki bulut zaxirasida saqlang. Yangilanish va yamalarni o'rnating. Operatsion tizim va dasturlarni darhol yangilang. Ko'plab hujumlar zaifliklardan foydalanadi. Foydalanuvchi xabardorligi va phishingga qarshi trening. Shubhali emaillar va yuklamalarga aldanmang. Qattiq autentikatsiya va xavfsizlik qatlamlari, kuchli parollar, 2FA, endpoint himoyasi va muntazam skanlash. Qo'llak. Ushbu maslahatlar boshlang'ich foydalanuvchilar uchun asosiy himoya qatlamlarini tashkil etadi. Katta tashkilotlar uchun qo'shimcha boshqaruv va monitoring zarur.